Treyler. Treyler bilan parsaj bo'lganda yo bunaqasi. Ketdi. Jack Knight. Ye. Ay. Assalomu alaykum. Bu trakchilik proyekti hamda bizni yangi rubrikamiz Tupoy bo'lmayli deb nomlanadigan rubrika. Biz esa bu rubrikada videolarni ko'ramiz hamda tushuntirish joylari bo'lsa tushuntirib o'tib ketamiz. Nimaga unaqa qilish kerak yoki qilish kerak emas degan joylari bor. Umid etib o'tgandek, bu yerda har xil logistikada o'zimizning kompaniyada yoki boshqa kompaniyalarda bo'lgan voqealarni ko'rib o'tamiz va o'shanga o'zimizning reaksiyamizni beramiz va qo'limizdan kelgancha, o'zimiz rosti bilgancha o'zimiz reaksiyamizni va tushuntirishimizni berib o'tamiz. Bu bizani birinchi sonimiz bo'lgani sababli kommentariy qoldirsanglar hamda podpiska tashlanglar biza juda ham xursand bo'lamiz. Undan tashqari o'zingizlarda bu video yoki qanaqadir taklif yoki fikrlaringiz bo'lsa bizga bemalol jo'natsanglar bo'ladi. Silkasini tashlaysizlarmi yoki Telegramdan yozib yuborasizlarmi? Biz xursand bo'lib hamma narsani qabul qilib olamiz. Birinchi video. Bu qishda yaqinda bo'lgan narsa. Bo'ldi. Voy. Не, все, он держит. Ай. Ketdi. Jack Knight. Hop. Bunaqa driverlar bo'lsa, two week notice degan narsa bor. Sekin bunaqa driverlardan qutulish kerak. Chunki mana o'zi ko'ryapmiz, qor yog'yapti, trak tez ketyapti. Bilmadim, вроде Freightliner yaxshi trakka o'xshadi. Freightliner hozir necha ketyapti bu? U qorda 62 ketyapti. 60. Da. Qorda Black Ice'da 62 ketyapti. Sal, bu yoqda rul ham ketib qolmagan bu yoqda o'zida. Ne, tuppoy driver. Bitta narsani aytib o'tish kerak. Mean speed limit highwayda 70 bo'ladimi, 65 bo'ladimi, 60 bo'ladimi, galalyot paytida, ya'ni yo'l muzlagan paytida, black ice bo'lganda 40 dan iloji boricha oshirish kerak emas. Uni haydovchilarga tushuntirib qo'yish kerak. To'g'ri, o'ziga ishongan bo'ladi hammasi, lekin mana ko'ramiz. Endi agar yuk og'ir bo'lsa ham, aytaylik, bilmadim, bir 40 mingda ketayotgan bo'lsa ham, bilmadim, 45-50 gacha haydasa bo'ladi. Mana o'zimizda ham akalarimiz mana trak haydagan, endi ular ham baribir aytishadi bizga, ukam agar yuking yengilmi, driver yuki yengilmi yurg'izish kerak emas. Agar hatchabi yuki bir bo'tda og'irroq bo'lganda, 40-45 haydaganda ham yura olardi. Bo'tda driver 60 dan baland haydayapti. O'zimiz solishtiradigan bo'lsa 100 km/h. Bilmadim, o'zimizda ham yaqinda qor yog'di, endi 100 haydagan bolalarni ko'rdik, bir-biri bilan orqasidan o'pib turibdi. Так что, не знаю. Bu qishda emas, bu oxirroq bo'lgan, North Carolina'da bo'lgan ekan. Ketyapti. Icho? Не знаю, вроде. Хорошо едет. Mana. Не, все. Iyice strakam dumaladi. Да не до таких водителей. Xo'p, trak rollover bo'lgan bo'lsa, birinchi o'chirtda bu yerda driver точно uxlab qolgan. Chunki men videoni ozgincha qaytaraman. Mana tok tekis ketayotgan joyda 10 ga ketib qoldi. 6 hech kim ham yo'q-da. Xo'p. Trak rollover bo'lsa, brokerga qanaqa update beriladi bu yerda? Xo'p. Bu yerda asosiy muammo nimada? Driver uxlab qolgan bo'lsa, u degani non stop yurgan. Daytime yuryapti bu. Chunki mana ertalab soat 9 da bo'layotgan narsa. 9 da ham. U degani kechki payt non stop yurgan. Endi bu yerda dispetcherlarga update simga yetib o'tish kerak menimcha faqat. Endi bu yerda driver xatosi bu ustalik. Nima deb aytmoqchiman? Bu yerda driver скорее всего ko'p yurgan, uxlamagan. Chunki ertalab 9 da bilmadim. Ko'p driverlar endi o'zi kechasi yurmaydi. Endi Amazonchilar может yurishi mumkin, bilmadim. Driverlar ba'zida bolalar planni yaxshiroq qilib, kamroq, bilmadim, 7-8 mayldan oshyaptimi, hatto 6 soat uxlashga berish kerak deb o'ylayman. 5-6 soat uxlab olgan haydovchi unchalik darajada avariyaga olib kelmaydi. O'shani hisobiga menimcha ko'proq baribir dispetcherga to'g'ri planlashtirish kerak o'zini yuklarini.
to'g'ri rejalashtirib, updater ham to'g'ri yukni kontrol qilib nazoratga olish kerak. Lekin push qilib yuborish baribir kerak push emas. qilib yuborish kerak emas. Haydovchi ham odam, uni organizmini ham o'zini stop joylari bor-da, limitlari bor. O'shanga shu tomonlarni ham o'ylab planlashtirish kerak yuklarni. Keyingisi Avtobus. men buni ko'rdim. Tez ketmayaptimi? Yo'q, hozir boshqa. Bu ham North Carolinada bor. North Carolina. Nima bo'ldi hozir? Treyler bilan parsaj bo'lganda unaqasiga. Schneider. Подожди, как? Broker Schneider ekan. Schneider ekan, hop. To'g'ri. Qayerdan keldi treyler? O'zini treyleri. Ha, o'zini treyler chiqib ketgan hozir, shuni to'g'rimi? Ha, mana hozir ishlam sari Harshaven detected deydi-yu. Bumpmi, nima bor uchuqmi? Yo'q, tekis yo'q. Bakovoy. Mana Bakovoyni ko'ryapti. Yo'q, короче, menda biron Не дай бог, если agar o chiqib ketganda fatality bo'lardi. da. Встречка chiqib Ham ketgan. guardrail bo'lmaganda o'lardi 100% kimdir, chunki ma'muli ham rapper ketganlar bor, bunaqa treyler uchib kelyapti. Ну, может автопилотный трейлер. Tesla treylermi? Tesla трейлер. Yo'q, bu yoqda uni aytib o'tishdan oldin menda bir marta shunaqa situatsiya bo'lgan. Oldin 67-avtobus katta bo'lardi. Hozir Isuzu'da oldin katta avtobus bo'lardi. Короче, skverdan bundoq qaylib o'tib ketayotganda dirs degan ovoz eshitdim-da. Dirs bilan. Dirs dedi. Bundoq oynadan qarasam balonni yonidan o'tib ketyapti. Unaqasiga. Shunaqa, bu ham shunaqa holatda. Endi bu yoqda menimcha yaxshi secure qilmagan fifth wheelga. Otherwise men qanaqasiga treyler chiqib ketishi mumkin, men bilmayman. Не, ну вот смотри, даже если он на bump chiqadigan bo'lsa ham, aslida otib yuborish kerak emas-da. Mana bitta rekvizitimiz bor. Sindirib qo'ysam mendan emas. Mana bilmadim endi kemping lock qilgandan keyin qaq chiqib ketishi mumkin. Menimcha yo handle noto'g'ri lock qilgan, o'zi handle unlock qiladi-yu, liba tortib qo'yganmi yoki fifth wheelga pinini tushirgandan keyin lock bo'lmaganmi. No, ketayotgan joyda chiqib ketganda. Yoki anu. Мне, знаешь, что интересно? Вот какова вот мысль водителя? Он такой едет, что-то вот случилось, стук, может, не знаю, да? Он на боковое смотрит, и там трейлер. Да. Причем твой, да? Okey. Yuk Eson-omon hal bo'lgan bo'lsa xursandmiz. Lekin kulgili Kimni kompaniyasi bo'lgan bo'lsa, nima bo'lganini aytib tag'in ham boru, yaxshi chap tomonga chiqib ketdi, o'ng tomonda school bus-da. Yosh bolalar bo'lganda. Yosh bolalar bo'lgan. Menimcha bu yoqda babu fleet qarash kerak. Endi fleet qaraydi. Endi fleet endi har doim endi bilmadim, fifth wheelgacha rasm so'raydigan fleetchilar bo'lsa endi ular молодец, но endi bu yerda ko'proq bu yerda driver ошибкасы deb o'ylayman, chunki endi bilmadim, как minimum PTI qilmagan. PTI qilib endi PTIda ham gap emas. Men bunaqa narsa to'g'risini aytsam, men birinchi marta ko'rib turishimda treyler bilan poyga o'ynayapti voditelь. Endi har xil voditellar bor-da, no endi bunaqa случай ko'p bo'lmaydi, no baribir endi menimcha bu yerda 99.9% driver ошибкасida agar treylerni o'zida issuesi bo'lgan bo'lsa, baribir qarash kerak. Trakka o'zida bo'lsa, baribir bunaqa narsa endi qaraladigan narsa-da. Endi bilmadim. Короче, hamma narsa borib rekruterga taqalyapti. Buni haydovchini ishga olganiga. Yo'q, men mayli rekruterda emas gap. Bunga kim qanaqasiga pravo berishgan? Qanaqasiga pravo berishgan. Endi bilmadim. Ishqilib haydovchilar yaxshilab tekshirish kerak shu narsani. Biz Toshkentdan turib buni ko'ra olmaymiz. Mana biz o'z fikrimizni ham bildirdik. Lekin shu holat bo'yicha sizlar nima deb o'ylaysizlar? O'z fikringizni bildirsanglar kommentariyada, bizga qiziq bo'lardi shu narsa. O'sha mana shu videolarga, mana shu insidentlarga qaysi bola update bergan bo'lsa, o'sha bola update'ini yozsin kommentga. Men ko'rmoqchiman-da. Смотри, вот broker yozyapti, treyler qani? Driver nima update videodan shundoq snipayapti-da. Trak mamutda, treyler mamutda. Oldimizda treyler. To'g'risida, o'zimizda treyler. Ketyapti treyler. Ketyapti treyler. Hop, bu keyingisi. Hop, oldiga pick-up chiqdi. Okay. Ha. Break check. Tormoz beryapti, to'g'risi, break check. Break check. Ну, smok ostida. Da. No, bunaqa holatlar ko'p bo'lib turadi Amerikada. Galimый pedant. Lekin bunaqa holatlar ko'p bo'ladi Amerikada. Ayniqsa traklar bilan break check qilinishi.
bu yerda o'sha yana it's again about insurance страховканы deb, chunki baribir bilasizlar, trakovый kompaniyaning o'zini страховкасы bo'ladi va injury case'larga bu yerda baribir scam, all the insurance o'zi страховкani o'zi Amerikada scam. Bu meni personalniy fikrim, chunki men bir ikkita shtatlarda, men Texas shtatida eshitganman, bir ikkita insidentlarda, aksidentlarda injuryga $10 million gacha talab qilingan case'larni eshitganman va kompaniya mana aytaylik traki bor kompaniya yuribdi-da, bitta yaxshi odam, mana aytaylik driver ошибкасimi yoki o'zini masalan xatosidan bo'lmamasdan aytaylik white turnni urib qo'ygan bo'lsa ham katta pul so'rashni boshlaydi. Shuncha biznes qurib qilgan odam просто bitta mana shu odammi deb, endi buni pin qo'yamiz. Shunaqa odammi deb o'zini biznesidan qurib qoladi-da. Bu narsa вообще xato, logikaga to'g'ri kelmaydi deb o'ylayman. Mana bu yerda ham real mana break check qilyapti. Agar o trak uradigan bo'lsa, agar dash kamerasi yaxshi ham bor ekan, bo'lmaganda bo'ldi, mana ko'tim og'riyapti, belim og'riyapti, hayotdan zavqqa yo'qotdim degan gaplar bo'ladi. O'qiganmiz shunaqa letterlarni, это просто вот endi haydovchilarga baribir bunaqa holatlarni tushuntirish kerak, bunaqa provokatsiyaga uchmasligi kerak. Chunki har xil narsa bo'lishi mumkin yo'lda. Birinchi qiladigan ishi bunaqa break check qiladimi, oldida turib oladimi, avariykasini yoqib olib 911 ga telefon qilish kerak. Oldimda mana shunaqa ishlar bo'lyapti deb tushuntirsa, politsiya yetib keladi, shu odam bilan kamida suhbat o'tkazadi. Bu yerda bitta narsa aytib o'tishimiz mumkin. Mana hozir ko'rayotgan videolarimiz ichida bu birinchi не тупой водитель. Не тупой, да. Не тупой водитель, молодец, yaxshi reaksiya, to'xtalgan, yaxshi dash kamerasi bor ekan, hamma narsa olingan, bu yerda как бы situatsiyadan rosa chiroyli chiqib ketadi. Yuki bor ekan, o'sha yukiga ozgina teggan, qanaqadir armaturani olib ketyapti, lekin overall accident qilmagan. Da. Driver молодец. Driver молодец. Unga gap yo'q. Xo'p, дальше у нас что есть? Xo'p, keyingisi. Bu Trakchi tog'alardan olingan video ekan. O'zi ko'p video qo'yiladi, u kanal juda zo'r kanal, Trakchi tog'alar. Ay, shuncha. Не, я одну вещь скажу. Мне сейчас за себя стыдно, потому что я посмеялся. Ya, lekin bu ебануться можно. Shuncha qo'y harom ketdi-da. Voy. Terib tashlaydi o'zi. Endi bitta savol-da. Qanaqasi ko'rmadi? Yo'q, ko'rgan u reaksiya qildi. To'xtashga ulgurmadimi? To'xtashga ulgurmadi. Menimcha, yo'q, ko'rinmagan-da, u dala bilan bir xil, gorizont bilan bir xil bo'lyapti-da bu. Ko'rish qiyin edi bular. Assalomu alaykum. Da. Блядь. Yo'q, bularni ko'rish qiyin edi o'zodan, ko'rinmasdi bular. Ham kichkina, ham rangi mana dala bilan bir xil ekan, bu ko'rish qiyin edi. Keyin yaxshi dirgardi bor ekan. Dirgar. Тебе зато есть то dirgar, да? А вот то, что ham 30 ta qo'y o'lib ketganiga Yo'q, endi to'g'ri, endi nima qila olasan? Yo'qda odam o'lib ketishi mumkin edi, trak buzilib qolishi mumkin edi. Прикинь, фермер домой приходит, такой, хоп, тебе, блядь, 500 барашков было, сегодня сколько? 400? Nimaga desa, rangi boshqacha ekan. Rangi dala bilan bir xil ekan deydi-da. Ko'rmay qolishdi. Yo'q, endi мы это будем выставлять, да? Yo'q, endi bilmadim. Misol uchun kick, ya'ni deer yugurib chiqsa, sakrab chiqsa, unga hech qanaqa unaqa ko'p bo'ladi. U endi odatiy holat bo'lib qolgan bizga. Kimdir mashinasi bor. Kick yoki deer yugurib chiqib trak urib yuborsa, u odatiy holat bo'lgan. Unga hech qanaqa qonun tomonidan ham jarima yo'q. Endi может быть bitta shtatda o'zini qonuni bo'lmasa, men unga hech narsa yo'q. Insurance ham bu narsani cover qilib beradi, physical damage, trakingizga damage bo'ladigan bo'lsa to'lab beradi. Endi bu случайda endi qo'ylarni poterasini, bu ham loss-ku, kim to'lab beradi? Insurance bo'lmasa kerak. Physical damage emas, life insurance emas. Endi bunisini bilmadim. Страховка endi baribir hozir claimant endi qo'y. Endi bularning ham egasi bor-ku, to'g'ri? Egasi bor. Скорее всего, qanaqadir firma, kompaniya bo'lsa kerak, выращивать qiladigan, menimcha. Endi bilmadim, men cho'pon bo'lmasa kerak, to'g'ri? Mahalladagilar yig'ib chiqqan, chunki bir xil-da. Menimcha o'sha kompaniya claim ochsa kerak, как бы har bittasini baribir bularning qanaqadir narxi bo'lsa kerak, ma'lum bir yosh vez. O'shani endi insurance menimcha to'lamaydi-yu. Kompaniya o'zini yonidan to'lasa kerak deb o'ylayman, no agar cover qila olsa yaxshi, endi bilmadim. O'zi Amerikada qo'y nechi pul turadi? Biladiganlar yozaveraylik kommentariyda.
Hop, keyingisiga o'taylik. Ну, подожди, тут водитель тупой или не tupой? Просто omadi kelmagan водитель tupой deb bo'lmaydi buni. Men ham ko'rmasdim-da bunaqa skоростda kelayotganda. Katta skоростda kelyapti. Не, endi da, uni katta skorost kelayotgani ham просто clean da road. Agar olib qochganda 100% avariya Kстати, bo'lardi. da, bu narsani bu driver tupой deya olmaymiz, chunki agar olib qochganda kattaroq как бы lossga, kattaroq minusga zararga olib kelishi mumkin edi. Endi по человечности неправильно, но радикально мыслить qilganda to'g'ri ishlanadi bo'ldi. Non preventable desa ham bo'ladi. Hop, keyingisi Yana qorga Yana keldi. qor, ice To'g'rida action ikkita ekan. trak, okey, letniy trak kerak bo'lsa. trak. Hop, Ma'mur oldi. 56 ketyapti. 65. Ну, babi 56 sal. Lekin bunaqa abgon qilish, bunaqa havoda Apasni rosal. Pensilvaniyada bo'layotgan narsa ekan. Mana to'xtadi. Ой, Ой, всё. А не, подожди. Не, нормально, он нормально, вырулил. Я bu lekin Не, во-первых, tupой, во-вторых, но skills, молодец. skill bor, Да. gap yo'q. Gap yo'q, chiqib ketibdi, no повезло. Chunki oldidagi agar mana to'xtaganida, 100%. agar urganida men bola ham молодец. Men bu uribdi. No bu ham to'xtoldi-da. No bu mayli bu молодец. no reально mana chapga ketmaganda 100% yana bitta avariya bo'lardi, shu bilan yo'l ham yopilardi. Undan keyin lekin bari ichib o'tib ketgan bo'lsa kerak, jim bo'lganda ekan mana bunda. Ну, тут драйвер тупой. Например, я сразу могу сказать, драйвер тупой. Bunaqa havoda yana 58 mph ketyapti. И bunaqa abgon qilish bunaqa havoda bu вообще xato. Mana oldi avariya. No, как бы skillslariga молодец, hayda omad kelgan, pure luck, bilmadim. No, yaxshi urmabdi. No, bunaqa haydovchiga real как minimum $2-3 ming charge qo'ygan bo'lardi. Omadi kelgan 100% nimaga? Chunki oldidagi trak chapga olib qo'ygan. Oldidagi trak chapga olib, обочинаga kirib ketdi, bu olib qochdi. Agar u to'g'ri ketib turganda o'zini yo'lida haqqi bor edi. Прикинь, он такой глаза закрыл. Bo'ldi. Да. Ya, lekin unaqa yana bitta qaytaramiz, bunaqa muzlagan yo'lda unaqa yuqori skоростda yurish kerak emas. Unaqa abgonga ham chiqish juda opasniy narsa. Xo'p, bugungi menimcha shu oxirgi video. Treyleri bor paxoda. Da. Nechi clearance ko'rsatdi? Kabriolet 10 fit. 10 fit ekan. Qaranglar. 100% trak treyler bilan bo'lgan, скорее всего, chunki o'tib yana tiqilgan. Clearance каждый раз мне все хуже и хуже становится. Shuni pauza qilaylik, настроение tushib ketadi har gal. Kabriolet bo'lgan 100%, nimaga balandligi 10 fut bo'lgan. 10 fit bo'lsa, yana 3 qo'shish kerak edi. Kamida 13 bo'lishi kerak. Trak treylerga o'zinglar uchun bilib qo'yinglar, driverlar agar bilmaydigan bo'lsa, vdруг yetish kerak. Как minimum 13.1 либо 13.5 bo'lishi kerak clearance. Chunki bir ikkita sistema Freightliner ham bor, 116 kaskade va 126 kaskade bor. 126 sal balandroq bo'ladi, 116 sal pastroq. Ularga 13.1 menimcha normal. Atak trak bilan treyler bemalol o'tib ketish uchun 13.6 deb yozilgan, adashmasam. O'ziniki 12.6 da balandligi, yana 1 fut tepasiga qo'shish kerak-da, spokойно o'tib ketish uchun. Bu 10 futdan hozir o'tyapti, u Ну, может ему жарко. Suv bo'lganda qarasa, Да. nimadir И o'ylab где это topishdi. происходит? Тут есть написано штат, не в штат, нет, не написано. Pensilvaniya bo'lsa kerak, o'sha yerda ko'p biz most turganmiz. Да, кстати, bu narsa o'zimizda ham bo'lgan, bir marta emas, kamida 2-3 marta bo'lgan. O'sha bitta mostda. Да, kстати, mana shu narsani aytib o'tib ketsak bo'ladi. Mana bu Umid o'zi yaxshi biladi bu keysni. Va bitta mostda 3 marta urgan haydovchilarimiz. Bitta haydovchimiz shu mostda 2 marta urgan. Ikkita har xil tomonidan-da, eng qizig'i. Bir oyning ichida 3 marta urganmiz. Bitta haydovchimiz kirib ketgan. O'sha most turibdimi hali? Bilmadim. Bizdan keyin uni sal demontaj qilib yuborishgan. Bitta haydovchimiz borib urgan, ikkinchisi urgandan keyin biza rasmga olib qo'yganmiz kanalimizga, endi haydovchilarga tarqatganmiz. Mana shu mostdan ehtiyot bo'lasizlar. O'sha yukimiz bor edi, liniyamiz bor edi. Ehtiyot bo'lasizlar. Bu yoqdan yurmanglar deb yozganmiz. O'sha haydovchimiz, most urgan haydovchimiz bu tarafidan kelib urganda, Idrismidi.
bu tarafidan kelib urgan. O'sha Nurzod akamga gapida, o'sha to'g'ri ish qilgansizlar, mostni bu tomondan olgansizlar, bu tomonidan ham olish kerak edi deb aytuvdilar-da. Da, most ikkala tarafini ham rasmini tashlash kerak edi. Ha. O'shanga mabodo driverlar bilmaydigan bo'lsa, shu aytinglar 13 dan past bo'ladigan bo'lsa, shunda to'xtasin, razворот qilib qaytib ketsin. Вот, ну, драйвер тупой, это в 100%. первую очередь, но не знаю, если даже он использует, ну, скорее всего, оно ishlatmagan, Garmin, Parmin, ну, там, не Yo'q, знаю, telefonda. ishlatmagan, Google- скорее Google всего, Maps'dan Google yurgan Maps'dan menimcha. yurgan, chunki bu car road, track road emas. Mm. Вот, driver ошибкasi, ustalik, даже most ko'rib turman, mana bu yerda to'xtashga ulgurardi, speedi ham unaqa baland bo'lmagan. Даже necha yozilgan, 35 yozilgan, хотя бы hit, agar breaklarni hit qilganda u ulgurardi-da, chunki mana bu kelganda уже mana bu yerda 20 ga tushyapti-da, skorosti 20 mi, necha, 30 mi yoki. A, u до конца ko'rmabdi bu jala. Do konca ko'rmagan, do konca to'xtamagan. Menimcha, mana bu yerda дополнительный polоса bor ekanda. Ha. O'sha yoqqa tushib olsa bo'lardi. O'tga tushganini ham bilmadim, chunki mana bu yerda ham sign bor-da, bro. Bu yerda 11 gacha deyilgan. No, не знаю. No, bu yerda menimcha 100% to'xtash kerak edi, riskovать qilish kerak emas edi. Kimni kompaniyasida bo'lgan bo'lsa, соболезнуем, это пиздец. Bunaqa driverlarni просто haydash kerak. Bu driver просто тупой. Я не знаю. Ishga otganda ehtiyot bo'lasizlar. Mana shunaqa savollarni ham berib ko'rishinglar kerak. Menimcha recruiter bolalar agar bizani ko'rayotgan bo'lsanglar, baribir hamma endi har xil xayr qiladi, har xil savol beradi. No, чисто driver tupoymi, tupoy emasmi bilish uchun mana track bilan trailer o'tish uchun most clearance necha bo'lish kerak degan savolni bersanglar, menimcha o'zinglar uchun driverni qanaqaligini bilib olasizlar deb o'ylayman. Bugungi oxirgi videomiz shu edi. Agarda savolinglar bo'lsa yoki taklifinglar bo'lsa, biz kutib olamiz. Bemalol kommentariyaga kirib yozsanglar bo'ladi. Ko'rgan videolar bo'yicha fikringlarni ham bildirsanglar bo'ladi. Bizga bu narsa ham qiziq. Da, umid etib o'tganidek, bu rubrika birinchi soni bilmadim endi qanchalik o'xshaydi, o'xshamaydi. Bilmadim, mana shu logist bo'lganinglar uchun baribir logist yaxshi tushunadi-da. Biz ham bu harakat qilamiz-da, vaqtimiz ishlatyapmiz. Shuning uchun bitta like, bitta podpiska, bitta komment sizlardan hech qanaqa bir kam bo'lib qolmaysizlar. Bolalar ham o'zimiz bir-birimizni podдержка qilaylik. Agar qanaqadir savolinglar bo'ladigan bo'lsa yoki qanaqadir rubrika bizdan kutayotgan bo'lsanglar, o'zingizlarni qiziqtirgan savollar bo'ladigan bo'lsa, yozinglar, biz javob beramiz. O'zi yakshanba kuni qiladigan boshqa ish ham yo'q. Shuning uchun rahmat hammanglarga e'tiboringiz uchun. Sizlar bilan Trakchilik podkasti Va tupoy bo'lmaylik ko'rsatuvini keyingi sonda ko'rishguncha xayr.